Qo'limda turgan pasportga biz birinchi marta Schengenni multivizasini chiqartirib beryapmiz, lekin bu noodatiy case. Nimaga noodatiy case? Akamiz shuncha vaqtdan buyon o'zi boshqa viza markazidan vizani qilib yurgan, muammosi yo'q, faqat qaysidir bir nuqtaga kelgandan keyin o'shalar bilan ishlashni to'xtatgan. Qaysi viza markazligini aytmaymiz, bizga unaqa xarakterimiz yo'q, lekin respekt shu viza markaziga, chunki pustoy pasportdan ko'tarib berishgan akamizni, mana o'zlari o'sha viza markazi orqali Schengen olishgan. Germaniyaning single vizasini olib bergan, single vizasi bilan ham borib kelgan akamiz va Yaponiyaning vizasini ham olib bergan. Shuncha etapga chiqargandan keyin bitta Angliyadan отказ bor, ha? Angliyadan отказ oldingiz, o'shandan keyin davay bitta ko'raylik. Aka, bizni qayerdan topgansiz? Sizni Instagramda kuzatib boraman. Instagramda videolaringizga qiziqib, o'sha top keldim oxiri. Hoy. Nima turtki bo'lgan mana ishonchga? Xodimlarning suhbati samimiyligi, yolg'on gapirib, o'ziga chaqirib olmaslik, ochiq gap, realni gapirish. To'g'ri. Eng muhimi, ana u odamni viza olish imkoniyati bo'lmasa, yolg'ondan davay qilib beramiz deb tortib olmaymiz. Pul muhim emas. Muhimi o'sha insonning kuchi yetsa, davay aka qilamiz yoki opa qilamiz deymiz. Eng muhimi shu. Mana hozir Ispaniyani 3 oylik multivizasini olyapmiz. Xudoga shukr. Angliyani откazlarini ham olib beramiz. Mana shu vizaga link qilib olamiz. Ana o'shandan keyin akamizning maqsadlari nasib bo'lsa Kanada. Albatta. Kanadagacha ko'taramiz. Nimaga hozir Kanadaga topshirmayapmiz? Akamizda pul bor. Aka Kanadaga topshirib bering degan joyda yo'q dedim. To'g'risini aytish kerak aka, chunki hozir pulni olib ertaga отказ olib berib, oldingizda yaxshi yomon bo'lib qolmaylik. Albatta. Shuni hozir xalqqa tushuntirib berib, men aytdim, aka, hozir lutcha Angliyani olamiz, keyin Kanada. Albatta. Nasib bo'lsa xizmatimizdan mamnunmisiz yo'qmi aka? Mamnunman. Rahmat. Multiviza o'zim kutmagandim, berishdi. Rahmat. Katta rahmat aka. Boringlarga shukr. Xizmatingizga rozi. Shu videoni ko'rayotganlar bo'lsa, bir marta aloqaga chiqib, haqqoniy xizmat kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar, konsultatsiya beramiz. Nasib bo'lsa, hammamizga nasib bo'lsin butun dunyoni kezish, davlatlarni ko'rish. Aka, sog' bo'ling. Rahmat. Xizmatingizga rozi.